Navbatdagi obyektimizga Portage kompaniyasining 330 avtomatikasini o'rnatib berdik. Darvoza ichkariga ochiladi. Eni bilan bo'yi 4x4. Umumiy og'irligi 8 kg. Avtomatika 24 volt ishlaydi. Stroyniy akkumulyatori bor. Avtomatikani svet ketib qolgan holatlarda 20 marta darvozani ochib yopishga kuchi yetadi bemalol. Qo'shimcha toki ham zapasda qoladi. Avtomatika stroyniy udalyonniy dostupi bor. Uyda Wi-Fi bo'lsa, telefon orqali dunyoning istalgan mamlakatlaridan darvozani ochib yopish va ochiq turibdi, yopib turibdi xavfsizligini ko'rib turish ham mumkin. Internet bo'lmagan holatlarda Bluetooth orqali dabavit qilib beramiz. Bluetooth orqali uyga yaqin kelgan masofada 15-20 metr masofadan telefon orqali boshqarish imkoniyati ham bor. Mashinaga Android monitor bo'lsa, mashinaga ulab qo'yishimiz ham mumkin. Mashina orqali ham ochib yopilaveradi. Avto otkritiyalari ham bor Bluetooth orqali mashinaga ulangan holatlarda. Avtomatika